Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchi. Yusufxon Ikromov YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bugun siz bilan yangicha formatda, yangicha rakursda Buxoro Night Race'da qatnashganim haqida gaplashib o'tamiz. O'ylaymanki sizga bu qiziq. Ras bu videoni ochgan bo'lsangiz. Ishqilib дело было летом, делать было нечего deydi-ku. 2025-yil inson sug'urta tashkiloti jamoasi bilan mana komandamiz bilan tushgan rasm. Toshkent shahridan ertalab chamasi 6larda turgandim. Vokzalga exit 7larga bordim. Shu 7:30larda yig'ildik. Buxoroga yo'lga, safarga. Poyezdda ketdik. Sharq O'zbekiston temir yo'llari Sharq poyezdlarida. Juda ham bir boshqacha atmosfera. To'g'risi, korporativ jamoamiz juda ham bir-biriga hamjihat, ha-ha-hi-hi qilib borib keldik. To'g'risi, Buxoroga ko'p borganmiz, oilaviy aylanishga, qadimiy joylarni ko'rganim. To'g'risini aytsam, birinchi Buxoroga kelganimda Labi hovuz o'zgarib qolgan, ozgina nima desam ekan, boshqacha впечатление dedim. Qaysi ma'noda? Endi kichkina bo'lganman, juda ham может быть borgan joyimiz boshqa joy bo'lgandir ikkala paytam. Lekin birinchi kelganimda уже mana shu осознанный возрастda такое ощущение, будто umuman boshqa atmosfera, boshqacha joy. Biz korporativ komandamiz bilan nechada keluvdik vokzalga, aniq vaqt esimda yo'q, lekin mana vokzaldan tushganimizdagi rasm. Yana video, mana videoda ko'rishingiz mumkin, qanaqa qilib o'sha tushib keldik. Charter avtobusga chiqdik, gostinitsaga bordik. Gostinitsaga borgandan keyin Здравствуйте. Салам алейкум. Здрасте, как доехали? Здрасте. Салам алейкум. Как доехали? Не квадратный, самое главное. Всем привет. Здравствуйте. Очень приятно. Очень приятно. Приятно. Салам алейкум. Салам алейкум. Как вы? Ассаламу алейкум, Игорь. Здрасте, как здоровье ваше? Вы снимаете? Да, я Вот снимаю. отдельно, пожалуйста, это тоже снимите. Вот это прекрасно. Здравствуйте. Юсуф, как дела? Отлично. Все нормально? Да, Да? доехали Давайте. четко. To'da bo'lib turib, hamma restoranga obetlangani chiqib ketdi. Tayyorgarlik, razminka bo'ldi. Esimdan chiqib qoldi. Biennale bo'ldi. Выставка. Вот. Выставкani ham ko'rdik. Rasmlarini yana mana ko'rib turganingizdek chiroyli rasmlar, manzaralar. Endi необычный, to'g'risi, biennale birinchi tushunmadim, masalan, mana garshoklarni. Keyin mana bunaqa anor qo'yilganda. To'g'risi, biennaledan unaqa zo'r впечатление olmadim. Chunki bilmadim, milliyligimizga unaqaga yaqin bo'lmagani uchunmi. Вот. Yana nima momentlar bor? Qisqasi, Buxoro Night Race'da birinchi marta qatnashdim. Inson sug'urta tashkilotining ichida koordinator bo'ldim. To'g'risi, Toshkent marafonidan opit bor edi. Bu gal ancha operatsionni momentlar ancha tez bo'ldi. То есть kimni qayerda yig'ish, qaysi joyga olib borish, tochkada yig'ilish, то есть там
ancha team management deylik, team management bo'yicha plus time management bo'yicha ham ancha уже opit yig'ilib qolgandi. Unaqa organizatsionniy qiyin momentlar bo'lgani yo'q. Вот. Plus bu birinchi zabegim edi 5 kilometrga, ya'ni birinchi bora marafonda yugurdim. To'g'risi birinchi marotaba yugurdim. Mana medal. Mana 59-26 C klasterda yugurdim. C klaster nima degani? C klaster bu birinchi marta yugurayotgan yoki prям novichok yangi yugurishni boshlagan odamlar. B kategoriya bu уже tempini biladigan, определенный vaqtda yuguradiganlar. Допустим 5 kilometrdan bilmam, yarim soatda 25 minutda yuguradiganlar B kategoriya. Menga o'xshagan 45-40 minutda yuguradigan yoki undan-da sekin yuguradiganlar C kategoriya. A kategoriya bor. A kategoriya уже более professionalniroq shug'ullanadigan odamlar. То есть ham shunaqa odamlar bor edi, чуть ли не 18 minutda 5 kilometr yugurib qo'ygan. Yana kategoriyasining nomi esimda yo'q edi. Уже u прям prof sportsmenlar 15-12 minutdan 5 kilometr вообще jinni bo'lib qolardim. Ular уже отдельный elita edi, eslam. Elita kategoriyasida. Endi bizga ham nasib bo'lsa elita kategoriyaga chiqishga, buning uchun ancha trenirovka qilish kerak. 10 km. Akop, Снимайте дальше. Они откуда финишируют? Походу отсюда. Что-то как-то... Bu medal to'g'risi tarixi, o'zi вообще bu yugurish tarixi, qadriyatlar deymizmi, o'zimni qiynab, так скажем, o'z kuchimni tasdiqlash deymizmi, shunga taqaladi. Chunki ayolim yo'q, siz yugura olmaysiz 5 kilometr dedi. Aytdim, что yo'q, yuguraman. Limitiga, o'sha 45 minut limitiga to'g'ri tushaman. И плюс medal olib kelaman o'g'lim uchun. И так получилось, что через силу воли yugurib o'tdim bu distansiyani. To'g'risi mana hansirashimni ko'rishingiz mumkin videoda. Prям charchab qolganman. Ko'p suv ichib qo'yganim uchun startdan oldin shu qorinni atrofi tortib og'rib qolgan. Bu juda ham nima desam ekan, odamni chiniqtiradigan, qiziqtiradigan, juda bir o'zingizga challenge beradigan, disiplinaga tortadigan bir organizatorskiy мероприятие. Xudo xolasa bu yil yana 3-4 ta marafonda qatnashish planimda bor. Toshkent marafon, Samarqand marafon, Tojikiston, Qirg'izistonga ham chiqish planimda bor. Aylandik, yedik, ichdik deydi-ku, yugurdik. To'g'risi juda ham maza qildim. Videolarni qo'yib ketaveraman. Rasm videolarni. Тиму Броуна, да, вот.
Bellik. Кожа итальянский, производство Фрикс. Давай, чел. Тунеядцы. Ushbu rolik sizga yoqqan degan umiddaman. Bu yangi format kanalimizda, yangicha rakurs. Ijodni davom ettirishim uchun like tugmasini bosing, podpiska tugmasini bosing, obuna bo'ling. Xudo xolisa siz bilan yana uchrashamiz. Всем peace.